Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz 30-iyun 2026-yilda Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi Qiziltepa sanatoriyasiga keldik. Muborak klub tadbirkorlari bilan. Bu Qiziltepa sanatoriyasini asoschilaridan biri albatta yonimizda turgan Temur aka Karimov bo'ladilar. Inshaalloh endi biz offlayn Muborak klub tadbirkorlarini offlayn diagnostika qilish uchun, bizneslarni ko'rish uchun keldik. Xudo xolasa, birinchi manzilimiz Qiziltepa sanatoriyasi bo'ladilar. Xudo xolasa aylanib bir ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa sizlarga ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Bu xonalarimiz bor, mana 350 mingdan. Bu alohida karvat. Bunda ham bor, hamma sharoit bor. Dush, vanna. Bu yerga ham oilaviy tursa ham bo'lar ekan. Ha. Bunda ham oilaviy. Alohida turaversa bo'lar. Bunda ham lichinalari, ovqatlari ichida. Shunday. Endi asosan lichina oladiganlarga menga alohida karvat yaxshi. Chunki kimdir osma olaman, kimdir ukollarni olaman. Hamma har xil. Shunga rahmat kerak. Hamma sharoit bor. Xolodilnik bor, konserv bor, televizor bor. Shkaflar bor, dushi bor, stol bor. Bu 380 minglik xona. Har bitta karvat 380 mingdan. Buni alohida yotoqxonasi, alohida. Alohida. Ikkita alohida karvat. Bu yoqda alohida o'zini koridori bor. Buni yopib qo'yib, kimdir dam olib, yoki kimdir telefonda gaplashib qo'yadi. Zo'r ekan shu. Problemasi bor, tadbirkor bo'lsa, ikki kishi kelib qolsa, bittasi ichkarida kirib uxlayveradi, bittasi bu yoqda muammosi ishni nima qilding, ishni nima qilding deb janjal qilaveradi. Juda to'g'ri qaror. Juda eshik yopib qo'ysa, yoqda dam olaveradi. Nima? Baqiraver deb qo'yadi har zaman. Xo'p, bu yoqda qum bilan davolash bor ekan, tabiiy. Tabiiyda o'zi masalan Antaliyaga borib qum qidirmaydi. Qayer chekka davlatdagi bor edi. Salom. oyoqda yechib qum, yelangan qum, narida shibin, Shibina. narida tosh. Hozir abitda isigandan keyin Yo'q, kelishadi o'zi. bilan yursangiz Ha. oyoq tagidan Hamma narsa tabiiy. O'z shamollashlar o'z oyoqdan-ku, to'g'rimi, Temur aka? shunday. Bu shibinni qirralari miyaga asabga tegadi-da. Ham og'riydi boshidan. Ha. Uxlab qolgan tomirlarni uyg'otadi. Qitiqlab. Ha. Demak, obyektlarda chiqishadi, to'g'rimi? Davolanayotganlar. Sanatoriyaga kelganlar. Kimgadir kerak bo'lsa, Oyoq bilan yurib, zo'r ekan. tuproqqa mana o'zini oyoqlarini tuproq. qumda ko'madi oyoqlarini issigiga. Qum issiq. Istasa toshda yursin, istasa chaq Tosh ham issiq ketadi. toshda yursin, istasa betonda yursin. Bu yerga tashkil qilgan offlayn diagnostikamiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz aylanib chiqdik, baribir hamma jarayonni ko'rsatib bera olmadik sizlarga, chunki vaqtimiz qisqa. Oxirgi so'nggi tavsiyamiz kelish kerak, ko'rish kerak. Kasal bo'lgandan keyin kelish kerak emas ekan, shuni tushundik. Xo'p. Oqibat bilan emas, sabablar bilan kurashishimiz kerak. Sog'lom odam ham kelib ketsa mazaq ketadi. Shunday. Rahmat. Xo'p, biz ikkinchi manzilimizga keldik. Ikkinchi manzilimiz Temur akamizning ikkinchi bizneslari bo'ladi. Bu yerda mebel ishlab chiqaradi. Mebel ishlab chiqaradigan sexlari. Bu yer endi o'zi ishga tushyapti ekan, to'g'rimi? Hali nom topilmagan. Hali nomi yo'q, hech Nomi qanaqa. yo'q hali. Endi mana stanoklar qo'yilgan, kromka apparat. Xo'sh, bu arra, Endi jamoa yig'ilyapti. yumshoq mebel, qattiq mebel hammasini yasab berasizlarmi usta? Zo'r, xudo xolasa. Endi xudo xolasa nom topiladi inshaalloh sizga. Shu Muborak klub bilan birgalashib ishlab bunga nom topamiz. Nom qilamiz, brend qilamiz, ijtimoiy tarmoqlar yuritiladi. Inshaalloh Qamashdagi eng ko'zga ko'ringan mebel sexlardan, mebel ishlab chiqaradigan joylardan qilishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Hozir bu nima desak bo'ladi? Bu nuqtasi desak bo'ladi. Hozir videolar, rasmlarini olib ko'rsatasiz, xudo xolasa. Bu holati bo'ladi. Inshaalloh nechadir kun, nechadir oy, nechadir yildan keyin kelganimizda inshaalloh yaxshi natijalarni ko'ramiz, xudo xolasa. Inshaalloh, nasib. Bu Murod Ali Farim tekstil korxonamiz. Bu yerda bo'z ishlab chiqariladi, keyin vafelni salfetka ishlab chiqariladi. Netkanka polga ishlatiladigan
cleaning firmalarga ishlatiladigan mahsulot ishlab chiqariladi. Ha, tozalashga. Bu ishlab chiqarish sexi. To'qima bu yuqasida endi hozir zakat shunaqa bo'lgan bizga yuqasi. Ta'limda bunaqa holatdan o'zimiz oqartiramiz. Oqartirib birdaniga taxlab bunaqa oqartirilib upakovka qilinib biz Qozog'istonga eksport qilamiz. Qozog'iston Rossiyaga eksport qilamiz. Qozog'iston, Nimaga Rossiya. ishlatiladi asosan? Bu tozalashga ishlatiladi. Masalan, mashina zavod, sizga o'xshagan tunika zavod o'zimizda artib tashlab deylik-ku, u yerda maktablarda ham mana shu oladi. Doska artishga ham shundan oladi. Ha, cleaning zo'r tozalash maqsadlari ishlatilgan oladi ekanda. Keyin vaynida armiyaga bormaganda bu yerda hech kim. Armiyaga borsa oyoqqa, yuzga shu salfetka ishlatiladi. Ha, Vayni sohada. zo'r. Bu hozir Qayerga sotilyapti? Hozir eksportimiz faqat Rossiya. Rossiya, Qozog'istonga. bu sariqlar bu demak rang emas ekan, chang ekan bu. Bu xomashyo ekan. Xomashyo desak bo'ladi, ha? Ha, Tabiiy xomashyodan changlar bu yerga- yig'ilgan sariq. Oxirgi mahsulotga bu yoqqa aylanadi. Mahsulotlar bu yerda tayyor mahsulot. Shunday qilib eksport chiqadi. Shunaqa. Mana Qashqadaryoning Qamashidagi sex faqat eksportga ishlayapti ekan, endi sekin-sekin ichkariga ham ishlaymiz deyapti. Faqat eksportga ishlagan shu paytgacha. Shunaqa. Bizning bu Murodal Farm tekstil firmamizda 120 tadan oshiq odam ishlaydi. 120 ta. Bu to'qima bo'limida 50 tadan ko'p xotin-qizlar, xo'sh, 50 ta xotin-qizlar, yana bir 10-15 ta master erkaklar bor. Qolgan bo'limlar yana ko'rsatib ketaveramiz. Google'ga to'lov qilamiz. Bizlar tayyor mahsulotimiz shu. Lekin bu kim uchundir xomashyo bo'ladi. Ha, kim uchun? Nimaga sotiladi? Metrga? Ha, bu 35. Necha metrligi? Ha, 35 metrdan deb zakaz qilingan. Biz shunaqa upakovka qilib beramiz. 35 metr o'zida. Endi asosan bizadikini ham bozorga sotadi. Birja bozor. Mana bu bo'z ishlab chiqaramiz. Aha. Bu bo'zlarning grami 90 gramdan 150 gramgacha. Ha, bu 170. Hammasini ishlab chiqarib beraveramiz. Bular metrga sotiladi. Bular ham metrga sotiladi. To'qimada, Ekspertlar ha, to'qima sohada seriyasi kiloga sotib olinadi, sotilishi metrga sotiladi. O'zimizning xalq tilida pollatda deyiladi. O'zi asli nomi netkanka. Bizlar ruscha nomi bilan ko'proq yuritamiz. Netkanka deb. Nomini o'zbekchasi shundan noto'qima bo'ladimi? Netkanni bo'lsa noto'qima. Noto'qima matoh. Buni ham asosiy bizda metrga sotiladi. ha, bu ham ichki bozor ham sotamiz. Ichki bozor Urgutga, bozorlarga sotiladi. Buni ham bizda grami 100 gramdan 220-230 gramgacha qilib bera olamiz. 1 metr kvadratga hisoblanadi endi. Buni eni 1.10 dan 1.5 metrgacha qilib bera olamiz. Bu bo'limda necha kishi ishlaydi, xodimlar? Bu bo'limda ham bir 30 tadan oshiq odam ishlaydi. 30 tadan oshiq xotin-qizlar buni. Skalat ekan bu. Bu bizlar tayyor mahsulot Tayyor skilatimiz. mahsulot skalati. Mana shunday katta skalatlar qurmoqchi bo'lsalaringiz, mana shunday metal mahsulotlari, profnasil mahsulotlariga bizga uchrashasiz. Mana ko'rib chiqdik, tanishib chiqdik. Shu joyda kichkina joyiga o'xshaydi. Lekin 120 dan oshiq qamaschilik insonlarni ish bilan ta'minlagan ekan. To'g'ri ko'rib chiqdik. Paxta, to'qima va noto'qima bo'lgan, ya'ni paxtadan xomashyo sifatida tayyorlanadigan sex ekan bu yerda. Asosan eksportga ishlangan. Endi O'zbekistonning ichki bozorini ham sotish, ichki bozoriga chiqish ham xudo xolasa reja qilinmoqda, xudo xolasa. Ko'rib chiqdik, tanishib chiqdik, xudo xolasa. Juda xursand bo'ldik. Bunaqa katta sex deb o'ylamagandim. Kichkinaroq sex bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Xudo xolasa jamiyatga xizmat qilishda charchamang, xudo xolasa. Kuzatishda davom eting. Rahmat.